Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Mana yana navbatdagi oshxona mebelini chiroyli qilib o'rnatdik. Bu oshxona mebelimizni 1 metr narxi 2.700.000 so'm. Demak, arzon qilishga ketdik do'stlar. Oshxona mebelimizni Samarqand viloyati Toyloq tumani magazinga qo'yib berdik. Oshxona mebelimizning общий uzunligi, jami uzunligi bu tarafdan hozir 384 40 mana bu tarafda 210 bo'lgan. 210 da endi 60 cm ni o'sha haldeniga chiqarib tashlaganmiz. Haldeniyni hisobini olmaymiz. Biz mana shu yergacha 150 joygacha hisoblab pulni chiqarganmiz. Mana bu tepasida qo'shimcha shkafi, o'sha svitchalari hammasi bonus hisobida kirib ketadi do'stlar. Xo'p, oshxona mebelimizga o'sha shagray materialdan foydalanganmiz. Tepa qismi matviy, mana ko'rib turibsizlar, hammasiga chiroyli qilib o'sha nasoslarni qo'yib berganmiz. Mana shu nasoslarimizdan o'sha Turkiyaniki, Samet firmaniki bo'ladi. Buniki Mobax'dan qo'yganmiz. Bu ham Turkiya, ikki bitta firma hisobda. Yopilishlari ham, ochilishlari ham chotki ishladi. Xo'p, asosan bizga ko'pchilik telefon qilib murojaat qilgan vaqtda ozgina narxlar baland ekan, boshqa deb qiziqishadi. Narxi balandligi nimada do'stlar? Narxi balandligi mana bu narsalar Turkiya furnituralar. Bu zanglamaydigan suvga o'sha 5 marta solinadi petlarimiz. O'shaning hisobiga qimmatroqdan qo'yamiz. Sababi oshxona mebelini siz yasatadigan bo'lsangiz, har yil yasatmaysiz bu narsani. 10 yil, 15 yilda bitta yasaladigan narsa. Qachonki yaroqsiz bo'lib qolgan holatda yasaladigan narsa. To'g'ri, endi bor o'sha oshxona mebellari ham bor, arzon pulga, lekin o'zimizda o'sha eski maqom. Arzonda sho'rbasi tatilmaydi. O'shaning hisobiga ras yasatyapsizmi oshxona mebelini kim yasatishidan qat'iy nazar asosan siz furniturasiga eng ko'p ishlaydigan mana shu petlasiga e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Mana shu yerda mana tandem roliklar, operator yaqinroq oling. Tandem roligimiz skritli mexanizm bo'ladi do'stlar. Mana bu ichi ham o'sha korpusiga ishlatilgan laminatdan bo'ladi. Ko'p joyda ko'rsanglar, tagi o'sha DP, oddiy HDFdan qoqib qo'yishadi. Yaqinda bir joyda ko'rdik. O'shani ham hozir perdelga qilib beryapmiz. O'zimizga yaqin odam edi. Tagiga o'sha tandem qo'ygan, tem bo'li hettikni olgan, nemetski, lekin tagiga o'sha o'zimiz ustalar HDFdan qo'yib qo'ygan. Lekin bu tandem roli o'zi aslida tagiga laminatli bo'lib shunga moslangan. O'shanisiga e'tibor berishingizni qaratamiz do'stlar. Mana tortishi ham o'zi bu 70 kg ga ko'taradi. Roliklarimizda, videolarimizda qo'yib ko'rsatib o'tganmiz. Videolarimizni podpisatsiya bo'lib ko'rib tomosha qilsanglar bo'ladi. Shu 75 kg shogirdimizni chiqarganmiz shunga. Yana bitta muhim joyi bor do'stlar. Mana shu yerga mana ko'ryapsizlar. Ko'pchilik aytsanglar bu narsani qo'yib bera olmaydi. Gap to'g'risini aytib qo'yamiz. Bu narsani kachchinisini qo'yamiz, maqtanishga kirib qolmasin. Mana ko'rasizlar mana. Svetga men mana pulchatir yo'q edi. Qo'lni olib bordim, даже tekizganim ham yo'q. Ko'rib turibsizlar. Svetni o'zini sensorni qo'yib berganmiz do'stlar. Qo'lni olib borasiz, o'chadi. Mana. Yana bitta qo'lni olib borasiz, yonadi. Bunisiga ham bitta like'larni ayirasiz do'stlar. Kommentariyada o'z fikrlarni kutib qolamiz. Keyin yana bitta narsa do'stlar, mana shu ishlatayotgan profillarimiz Agita firma Turkiyaniki hisoblanadi. Kachествоsi o'ta ham zo'r. Bu Turkiyadan keladi. Sababi buni ichiga oynani qotirganingizga mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa bir miq qoqmaganmiz yoki bir oynani ushlatadigan nima qo'ymaganmiz. Sababi bu oyna ichiga kiradi. Ichki tarafi 5 cm, tashqi tarafi 2,5 cm bo'ladi. Shuni ichiga kiradi. Xo'p, buni o'zi ham arzon narsa emas do'stlar, buni o'zi ham qimmat narsa. O'shaning hisobiga narx-navolarimiz ozgina shunaqa bo'ladi. Bozordagi ishlarda 200 ming raysa qiladi. 2,5 millionga ham qilishadi o'zi aslida 200 ming raysa qiladi. 200 ming raysa qilgan hisobiga biz mana bunday chiroyli o'sha Smartech original moykalarimiz, mana bu savatchalar ham yevgani, Palaman smestitor har doimgidek, bemalol o'sha funksiyalari bor, dozatorlari bor mana bu yerda. Materiallari ham o'sha zanglamaydigan yaxshi material, 5 yil garantiyasi bor do'stlar. Bu nimamizni ham, moykamizni Palaman smestitorga ham 5 yil garantiyasi bor. Hamma narsani imkon boricha garantiyasi bor narsa qo'yamiz. Keyin yana bitta narsa do'stlar, mana shu ko'rib turgan, mana shu qo'ygan svetchalarimiz, chiroqlarimiz, mana shu smestitorlarimiz
Mana bunday qo'shimcha ishlari bo'lsa ham qo'yib ketamiz biz. Buni boshqa odam qiladi, qo'yib ketadi bo'lmaydi. Qo'limizdan kelgan narsasini qo'yib beramiz do'stlar. Xo'p, ishimizda obzorini davom ettiramiz. Mana bu yerni chiroyli qilib, o'sha kattagina qilib, mana polkali qilib qo'yganmiz. Bu yerga o'sha qozon to'g'on hamma narsalar, katta mantiqa sonlarni ham qo'yib foydalansa bo'laveradi. Mana yopilishlariga e'tibor berasizlar. Xo'p, eshikning chetlari kirdi, 100% ikkilik PVH kromkada bo'lgan. Mana bu yerda e'tibor qaratinglar do'stlar. Burchak qismi juda ko'p joyda burchak qismi ochiladi eshik, lekin mana bu yerga qo'lingiz yetmaydi. Mana shu joyga qo'lingiz yetmaydi, shu yerda nima turibdi, даже esdan chiqib qolib ketadi. Mana shunga biz chiroyli yechim qilganmiz do'stlar. Mana shu bilan mana Samarqandda ikkinchisi bo'lyapti. Bu oldiga tortiladi, mana ko'ryapsizlar. Oldiga tortilgandan keyin yoniga olib kelinadi mana. Mana shu yerga bemalol qo'yib, o'sha qand kursisimi, nimalarda bo'lsa ham qo'ysangiz bo'laveradi. Ya'ni kamera qilingan bu chiroyli bo'lgan. Bunga ham luchidani mana ko'ryapsizlar, umuman dosh chiqmaydi. Luchidani originaldan qo'yganmiz. Kichkina joy bo'lsa ham xizmati zo'r bo'lsin, shular bilan birga tugasin xizmat qilganda deb qo'yganmiz. Yopilishi ham mana. Zazorni to'yib qo'yasizlar. Bu yerda o'sha nima qilganmiz? 40 santimetrlik sababi ikkala eshik yopilganda bitta joy bo'lib tursin deb. Xo'p, bu yerga o'sha gaz plita tushadi, varishli panel tushadi do'stlar. Taylarni bar qilib qo'yib qo'yganmiz, nasoslarni qo'yib berganmiz. Xo'p, mana bu joyga o'sha ikkita mana tandem rolidan foydalanib kamotini qilganmiz. Bu yerga o'sha barni qo'yib berganmiz. Bu yerga har doimgidek o'sha mo'ykan tagi ochiq bo'ladi, sababi bu yerda o'sha suv ishlari постоянно ochiq turishi kerak. Buzilishi bor, boshqasi bor. Santexniklar qiynalmasdan bemalol ishlashi uchun. Bu yerda ham chiroyli qilib qo'yib qo'ydik do'stlar. Bu ham o'sha tagi ochiladi. Mana ko'ryapsizlar. Hamma joydan qulabli qilib qo'yganmiz. Mana bu yerga o'sha duxovka, stroyli duxovka tushadi. Mana bu yerga stroyli mikrovolnovka tushadi. Tepa qismini ham ikki bo'lib qo'yganmiz do'stlar. Mana bu yerda chetlari bor, chetlarini qo'yib bemalol foydalanish mumkin. Xo'p, har doimgidek mo'ykani tepa qismiga mana shunday qilib sushilkalarni qo'yganmiz mana do'stlar. Tepada hozir svetga nima bo'ldi? Mana sushilkalarni qo'yamiz. Sushilkalarimiz ham original necheveka materialdan, zangramaydigan materialdan ishlatamiz. Hammasi o'sha nimaga mos keladi. Bu yerlardan e'tibordan chetda qo'ymaganmiz. Bu yerlarga o'sha turbalarni qo'yib, sochiq ochiq iladi. Mo'ykan oldida ishlatadigan narsalar bor, shulardan qo'yib bemalol foydalanaveradi. Bu yer endi ozgina maydaroq ishi yo'q bo'lgani uchun tepaga bar qo'ydim, sababi juda ko'p nimasiga e'tibor qarataman. Mana bu yerda roli borligi uchun buni tepaga ochiladigan qildim. Yoniga ochiladigan qism ham bo'lardi. Ozgina kattaroq ishi yo'q bo'lar, shuni hisobiga tepaga ochiladigan qildim. Rasxod ketsa ham dizayn chiroyli chiqsin deb. Bu yerga o'sha vitishga qo'yiladi. Vitishkasi hozir mana bitta texnikalarni endi olar ekanmiz. O'shaning uchun bu joylari qoldi, lekin hamma narsasini joy-joyiga o'sha tochni qilib kesib qo'yib qo'ydik. Mana bu yerni ko'rishinglar mumkin do'stlar, mana kattagina qilganmiz. Hamma ishimizni ko'rsanglar, ikkitadan polka qilamiz. İşimizni balandligi mana shunisini o'zi hozir ko'rasizlar mana do'stlar. Hop. 76 cm bo'lgan balandligi tepa antresolimiz. Mana bu o'rtasi 60, past qismi 86 bo'ladi. 86 bemalol o'sha foydalanishga qulay bo'ladi do'stlar. Xizmat qiladi. Bu yerni o'sha burchak qilib qo'yib berganmiz. Mana burchakda ham bemalol tepa pastga ko'p narsalar sig'ib ketadi do'stlar. Hop. Bu yerga keladigan bo'lsak, bu yerni ham o'sha ikkita polkali qilib 40 cmlik tepadan foydalansa bo'laveradi. Bu yerlarga mana barlarni qo'yib qo'yganmiz do'stlar, mana ochib yopilishlariga e'tibor berasizlar. Даже mana bir xilda turib ko'ryapsizlar do'stlar. Hamma narsani ipidan ignasigacha qarab, ko'rib, tekshirib, keyin o'rnatib beramiz. Tepaga kanalizlarni qo'yganmiz. Xo'p, stalichnistamiz rossiyskiy matvis stalichnisi. Buni ustida o'sha pichoq ishlatsa ham bo'laveradi do'stlar. Suvga ishlar solmaydi. Bu yerlarga o'sha plyuns qo'ymabdi degan negativlarga aytib o'tamiz. Plyuns so'zi aslida keraksiz narsa. Sababini tushuntirib o'tib ketaman. Plyunsdan hozir o'sha Yevrostandartda voz kechilgan. Sababi
Pilyonchni qo'yamiz. Biz talakanlarga tayyor uyqu bergan bo'lamiz. Shuni hisobiga mana bu yerda idish yuvganda xohlasigan, xohlamasgan suv sochiladi. Mana bu yerlarga, yon atroflariga suv sochiladi. Bu idish yuvilganda o'sha ovqat qoldilari va boshqa narsalar suv bilan sizib, mana shu pilyonchni orasiga kiradi, xohlasigan, xohlamasa ham. Shunda vaqt davomida ovqat achiydi, sasiydi, shu bilan o'sha bu yerda mikrob, bakteriyalar ko'payadi. Bu o'zimiz salomatchiligimizga ham, boshqaga ham noto'g'ri, oshxonadan har xil hidlar kelishni boshlaydi. Shuni hisobiga biz mana shu chetlarini, mana ko'rib turibsizlar, pestisidning germetikadan polni aylantirib qo'yganmiz. Bunda hamma narsa vidin, ko'rinib turadi. Bemalol yuvib, tozalab, suvga chidamli ishlataveradi. Bu ishimizga ham xudo xolasa sog' bo'lib tursak, 10 yil garantiyasi bor. Sababi ishlatayotgan furnituralarimiz 10 yil garantiyasi borini ishlatamiz. Asosan petlarda shu qo'yayotgan narsalarimiz 10 yil garantiyasi bor. Mana bu Palamas institutlarida aytib o'tdik. Xullas, ishimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like tirsak bosib qo'yasizlar. Hali ham obuna bo'lmasdan kuzatib yurgan bo'lsanglar, obuna tugmasini ham bosib qo'yishingizni so'raymiz. Mana shunaqa qo'yayotgan ishlarimiz birinchilardan bo'lib, albatta sizga yetib boradi. Agar sizga bu narsa qiziq bo'lsa, yoningizda qiziqqan shu yaqinlaringizga yuborib qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Mana shu nomerlarda pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Joylarga borib o'lchab, joyda razmerini olishimiz, dizayn qilib beramiz, 3D formatda dizaynni qilib beramiz. Mana shu narsani xuddi shu deb qilib bitiramiz. Vaqtini aytiladi, dogovor qilinadi. O'sha kuni olib borib qo'yib beramiz do'stlar. Bemalol qayerda yurgan bo'lsanglar, ham chet elda yurgan aka-ukalarni, opa-singillarni bemalol aloqaga chiqaringlar. Qo'rqmasdan, men o'zim ustaman. O'zim tayyorlayman shu narsalarni. Mehr bilan chiroyli qilib tayyorlayman. Ishimizni mana ko'rib turibsizlar, xudo xolasa. Kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Sizlar bilan yana Evromebel bo'ldi. YouTube orqali ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.